Bu videodan keyin ancha-muncha programmist meni yomon ko'rib qoladi. Nimaga? Chunki men hozir ikkita sirni ochaman. Aynan o'sha ikkita sir telefonda internetini ham tezlashtiradi. Telefonda o'zini ham tezlashtirib yuboradi. Redmi'da ham, Samsung'da ham, boshqa telefonlarda ham tushadi. Bir dona like bosib qo'yib, eng yaqin do'stga jo'natib qo'ying, video foydali bo'ladi. Kamerani olib keling, qanday qiladi? Ko'rsataman. Programmistlar xato bo'lmanglar lekin. Demay boshladik. Hozir biz telefon internetini sizlarga ancha tezlashtirib beraman. Qaranglar. Mobil tarmoqlarga kiramiz. Bu yerda Ucell bo'lsa Ucell, Beeline bo'lsa Beeline kiramiz va internet ulanish nuqtasiga bosamiz. Bu yerda tochka do'stup bor. Aynan shuni ichiga kiramiz. Kirib eng pastiga tushamiz va bu yerda kanal bor. Kanal ustiga bosib, birinchisini o'chiramizda, qolgan hammasini yoqib qo'yamiz. Bu tarmoq turlari bo'ladi. Aynan tarmoq turlarini sizga ko'paytirib beradi. Saqlanib qilamiz, saqlash qilamiz va o'zgardi. Internetingiz endi ishlashi ancha o'zgarishi kerak. Va ikkinchisi, telefon tezligini oshiramiz. Qaranglar. U telefonga kiramiz, bu yerda batafsil ma'lumotga o'tamiz va tizim versiyasini ustiga bosamiz. Bossak, bizda dasturchi rejimi yonadi va orqaga qaytamiz. Qaytib eng pastga tushamiz. Qo'shimcha sozlamalarga o'tamiz. Bu yerda ham pastga tushib, dastur sozlamalariga o'tamiz. Eng pastga tushimiz shu va pastroqqa tushamiz. Bu yerda ko'rsanglar animatsiyalar bor. 3 ta animatsiya. Shu animatsiyani o'chirib qo'yamiz. Bu narsa Samsung'da ham bo'ladi. Bemalol sinab ko'rishinglar mumkin. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib bo'lmaslik uchun Usta X ga obuna bo'lib qo'yinglar, like va podpiska bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Bosing.